Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugungi ish kunimizni ham tugatib oldik. Xudo xolasa eshiklarimizni nalishkalari, sapajoylariga kraskalaklarini sepib, chiroyli qilib quritgani qo'ydik. Bu tarafda eshiklari, kesaklari ham tayyor bo'ldi. Hozir 4 ta eshik o'zi ustanovkaga tayyor bo'lyapti. Bular astarda o'zi turibdi, endi tayyorlanadi. İşlerimiz Xudo xolasa chiroyli bo'lib bityapti. Daborlari ham tayyor, Xudo xolasa. Nanishlari ham klassik uslubda. Boshqa detal ishlamasi yo'q. Chiroyli qilib bitkizdik. Xudo xolasa ertaga bularda ustanovkaga olib chiqiladi. Bu tarafdan nalishniklarimizga astar sepilgan. Ular ham quridi, chilvirlanishga tayyor. Nari tarafda keyingi ishlarimiz kraskaga tayyorlanyapti. Bir qanatlilar bor, 4 qanatlilar bor. Ular ham bitib qolyapti, xudo xolasa. Kanalimizni kuzatib boringlar, kanalga obuna bo'lishni, esdan chiqarmanglar, like, komment kutib qolamiz.